Har xil platformalarda va Telegramda ijaraga qo'yayotgan o'yingizni reklama qilyapsiz. Pulga albatta. Lekin uysot.uzda yangi funksiya qo'shildi. Ijaraga endi mutlaqo bepulga uysot.uzda reklama qilishingiz mumkin. Keling siz bilan buni qanday qilib e'lon joylashtirishni ko'rib chiqamiz ushbu videoda. Birinchi bo'lib telefonda, keyin esa kompyuterda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, unda telefonda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib uysot dasturiga kiramiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying va videomizga like bosib qo'yishni unutmang. O'rtada e'lon joylashtirish knopkasi bor. Uni bosamiz. Xo'sh, pastga tushganimizda bu yerda ijara bor. Ijara funksiyasini bosamiz. Ketma-ketlikda sizdan nimalarni to'ldirish kerakligini so'raydi. Siz nima kiritaman deb o'ylab o'tirmang. Shuning uchun biz hammasini to'liq kiritib qo'yganmiz. Shunchaki tanlasangiz bo'ldi. Misol uchun mana pastda yangi binoda kvartirami yoki ikkilamchi kvartirami tanlash kerak. Yangi binoda kvartira. Kings. Uyingizni manzilini xaritadan yoki esa yuqoriga qo'lda kiritish orqali kiritsangiz bo'ladi. Kings. Xonadoningiz, ijaraga qo'ymoqchi bo'lgan xonadoningiz necha xonaliligi va u haqida barcha ma'lumotlarni kiritasiz. Yoki oilagami, yigitlargami, qizlargami buni ham tanlaysiz. Pastda qo'shimcha ma'lumot bor. Qo'shimcha ma'lumotda siz xonadoningizda nima qo'shimcha narsalar bor yoki yo'qligini belgilab chiqishingiz mumkin. Konditsioner, gilam, muzlatgich, barchasi belgilab uyingizni mukammal e'lon joylashtirishingiz mumkin. Keyingisi. Endi siz xonadoningizni rasmini joylashtirishingiz kerak. Keyingisi. Bu yerda endi siz e'lon joylashtirganingizda odamlarga qanday ko'rinadi, ya'ni sarlavhasi va uning ta'rifini kiritishingiz kerak. Sarlavhaga 2 xonali uy yigitlarga deb yozib qo'ysak misol uchun. Ta'rifga keladigan bo'lsak, siz pastga qarasangiz, men uchun tavsif qilib ber degan knopka bor. Bu bizning sun'iy intellektimiz siz uchun ta'rif yozib beradi, ya'ni hozirgacha kiritib kelgan ma'lumotlaringiz orqali u sizga mukammal ta'rif yozib beradi. Shu knopkani bossangiz kifoya, mana. Bizga ta'rif yozib berdi. Endi keyingisini bosamiz. Har oyda qancha to'lash kerak, ya'ni ijara narxini kiritasiz bu yerda. Bu yerda ijara komissiyasi ham bor, yana qo'shimcha ma'lumotlar ham bor. Bu yerlarni tanlab o'zingiz to'ldirib chiqasiz. Pastda telefon raqamlari bor, ikkita kontakt qoldirishingiz mumkin. Va pastdagi yaratish knopkasi orqali siz mutlaqo bepulga uysot.uzda e'lon joylaysiz. Telefonda ko'rib bo'ldik qanday qilib joylashtirishni. Endi notebookda yoki kompyuterda qanday qilib joylashtirish kerak birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun uysot.uz saytiga kiramiz. Yuqorida o'ng burchakda plus e'lon joylashtirish knopkasi bor, uni bosamiz. Ijara funksiyasini tanlaymiz. Telefonda qanday ma'lumotlar kiritgan bo'lsangiz, bunda ham xuddi shunaqa narsalarni so'raydi, ketma-ketlikda kirib ketiladi. Mana, yangi binoda kvartira. Keyingisida xonadoningiz xaritadan yoki yuqoridan qo'lda kiritasiz. Keyingisida necha xonali, yashash maydoni, umumiy maydoni, xuddi telefonda nimalar so'ragan bo'lsa, xuddi shunaqa yana to'ldirib chiqasiz. Keyingisida rasm va video so'rayapti. Xonadoningiz rasmini kiritasiz. Keyingisi. Bu yerda yana sarlavha va ta'rif so'rayapti. Xuddi telefonda qanday joylashtirilgan bo'lsa, bunda ham shunday ketma-ketlikda. Bu yerda ham AI, ya'ni sun'iy intellekt funksiyamiz ishlaydi. Men uchun tavsif qilib ber desa yozib beradi. Keyingisida narxi, ya'ni har oyda qancha ijara to'lash kerak, qancha summa bo'ladi, hammasini o'z-o'ziga mos kiritib to'ldirib chiqasiz. Qo'shimcha ma'lumotlar ham bor, to'ldirsangiz bo'ladi. Pastda ikkita kontakt, ya'ni telefon raqamlarini qoldirasiz va yaratish knopkasi orqali siz e'lon joylaysiz uysot.uz saytida. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga ham obuna bo'ling, pastda yozib qoldirganmiz. Bo'ldi?